Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali Pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti 4-bosqich talabasi Bahodirova Kamola man. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan mavzuyimiz o'quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etishi. Mustaqil ish bu ta'lim jarayonining asosiy kompetensiyalaridan biri bo'lib, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini chuqurlashtirish, ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish uchun zarur. O'quvchilarning mustaqil ishlarini samarali tashkil etish ta'lim sifatini oshirish va har bir o'quvchining potensialini to'liq ochib berish uchun muhim ahamiyatga ega. Mustaqil ishning maqsadi va ahamiyati: bilimni chuqurlashtirish, darsda o'rganilgan mavzularni mustahkamlash va yangi bilimlarni o'zlashtirish orqali o'quvchilarning tushunchasi kengayadi. Ko'nikmalarni rivojlantirish, amaliy mashqlar va loyihalar orqali o'quvchilar turli ko'nikmalarni egallaydi va ularni hayotiy vaziyatlarda qo'llay oladilar. Ijodiy fikrlashni shakllantirish, mustaqil ish o'quvchilarning ijodiy potensialini oshirib berish, muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirish imkonini beradi. Mustaqil ishning turlari: reproduktiv ishlar, darsdan o'rganilgan materialni takrorlash, ta'riflarni yodlash, standart masalalarni hal qilish kabi ishlar. Bu tur ishlar asosiy bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Konstruktiv ishlar, bilimlarni yengil vaziyatlarda qo'llash, muammolarni hal qilish, tahlil va sintez qilish kabi ishlar. Bu tur o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Ijodiy ishlar, loyihalar, tadqiqotlar, kreativ vazifalar va yangi g'oyalarni yaratish. Bu tur ishlar o'quvchilarning ijodiy potensialini to'liq ochib beradi. Mustaqil ishning samarali tashkil etish tamoyillari: birinchisi, aniq maqsad va vazifalarni belgilash. Har bir mustaqil ish uchun aniq maqsad, vazifalar va natija kutilayotganini belgilash kerak. O'quvchilar nima qilish kerakligini va qanday natija kutilayotganligini tushunishlari zarur. O'quvchilarning darajasiga mos vazifalar. Mustaqil ishlar o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarining darajasiga mos bo'lishi, lekin ularni yangi narsalarni o'rganishga undashi kerak. Vaqt boshqaruvi va o'rgatish: o'quvchilarni mustaqil ishni to'g'ri vaqtda bajarishga o'rgatish, vaqtni samarali boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish muhim. O'qituvchining roli va mas'uliyati: tayyorlash va rejalashtirish. O'qituvchi mustaqil ishlarni samarali tashkil etish oldindan tayyorlash, vazifalarni aniq belgilash, resurslarni tayyorlash va baholash mezonlarini aniqlash kerak. Har bir o'quvchining ehtiyojlarini hisobga olgan holda differensiallashtirish vazifalar tayyorlash zarur. Yo'naltirish va nazorat: o'qituvchi o'quvchilarni mustaqil ishni bajarish yo'naltiradi, ularning savollariga javob beradi va to'g'ri yo'lda ekanligini tekshiradi. Muntazam nazorat va fikr mulohaza berish o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Mustaqil ishni tashkil etishning bosqichlari. Tayyorlash bosqichi: o'quvchilarni mustaqil ishga tayyorlash, zarur bilimlarni takrorlash va vazifalarni tushuntirish. Bajarilish bosqichlari: o'quvchilar mustaqil ravishda vazifalarni bajaradilar, o'qituvchi ularni yo'naltiradi va kerakli bo'lsa yordam beradi. Tekshirish bosqichi: bajarilgan ishlar tekshiriladi, xatolar aniqlanadi va ularni tuzatish yo'llari ko'rsatiladi. Baholash va tahlil bosqichlari: o'quvchilarning faoliyati baholanadi, natijalar tahlil qilinadi va keyingi ishlar uchun xulosalar chiqariladi. Mustaqil ishni tashkil etish qo'llaniladigan usullar. Masalalar va mashqlar: darsda o'rganilgan mavzularni mustahkamlash uchun turli darajadagi masalalar va mashqlar tayyorlash. Tadqiqot va eksperimentlar: o'quvchilarni tadqiqot ishlarini bajarishga undash, ilmiy metodlarni o'rgatish va yangi bilimlarni o'zlashtirish. Loyihalar va prezentatsiyalar: o'quvchilarning ijodiy potensialini oshirib berish, turli mavzular bo'yicha loyihalar tayyorlash va ularni taqdim etish. Raqamli resurslardan foydalanish: zamonaviy texnologiyalardan foydalanib, o'quvchilarning mustaqil ishini tashkil etishi va ularning digital savodxonligini rivojlantirish. Mustaqil ishni baholash mezonlari. Mezon: bilimning to'liqligi, ko'nikmalarni qo'llash, ijodiy yondashuv, mustaqillik darajasi. Tavsifi: bilimning to'liqligi o'quvchilar darsda o'rganilgan barcha asosiy tushunchalarni o'zlashtirganligimi? Ko'nikmalarni qo'llash: o'quvchilar bilimlarni amaliy vaziyatlarda qo'llay oladimi? Ijodiy yondashuv: o'quvchi o'z fikrlarini ideal va yangi g'oyalar taklif qila oladimi? Mustaqillik darajasi: o'quvchi mustaqil ravishda vazifalarni bajara oladimi? Baholash usuli: testlar, savol-javoblar, yozma ishlar,
amaliy vazifalar, muammolarni hal qilish, loyihalar, prezentatsiyalar, tahliliy ishlar, kuzatish, o'z-o'zini baholash, o'qituvchi fikri, mustaqil ishni tashkil etishda duch keladigan muammolar va ularni hal qilish yo'llari, o'quvchilarning motivatsiyasining kamayishi muammosi. Ba'zi o'quvchilar mustaqil ishga qiziqmaydi va uni bajarishga istaksiz bo'ladi. Yechimi: vazifalarni qiziqarli va amaliy qilish, o'quvchilarning ehtiyojlarini hisobga olish, muvaffaqiyatlarni tan olish va rag'batlantirish. Vaqt boshqaruvining muammosi: o'quvchilar vaqtni samarali boshqara olmaydi va mustaqil ishlarni o'z vaqtida bajarmaydi. Yechimi: vaqt o'zgartirish jadvalini tuzish orqali muddatli maqsadlar belgilash. Resurslarning yetishmayotganligi muammosi: o'quvchilar mustaqil ishlarni bajarishda zarur bo'lgan resurslarni topa olmaydi. Yechimi: kutubxona, internet, o'qituvchi konsultatsiyasi va boshqa resurslar taqdim etish. Xulosa: mustaqil ishni tashkil etishning ahamiyati: o'quvchilarning mustaqil ishlarni samarali tashkil etish, ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini chuqurlashtirish, ularning ijodiy potensialini oshirib berish va o'z-o'zini boshqarish qobiliyatlarini shakllantirish uchun zarur bo'lgan muhim vosita. O'qituvchining roli: o'qituvchi mustaqil ishlarni samarali tashkil etish, o'quvchilarni yo'naltirish va ularning faoliyatini nazorat qilish uchun mas'ul. O'quvchining mas'uliyati: o'quvchi mustaqil ravishda vazifalarni bajarib, o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirib, o'z bilim va ko'nikmalarini oshirib borishi kerak. Umumiy maqsad: mustaqil ishni tashkil etish orqali o'quvchilarning bilim ko'nikmalari, ijodiy fikrlash va mustaqillik qobiliyatlarini rivojlantirib, ularni kelajakka tayyorlash hisoblanadi.